Assalomu alaykum azizlar. Biz tabiiy toza mahsulotlar izlab safarimizni boshlaganmiz. Hozir Oqtoshdamiz. Quyosh kutib olinadigan joy. Shuncha aholi chiqib kelgan. Yangi ochilgan oshxonalar. Quyosh ham sekin nurlab boshladi. Ancha o'zgarishlar bo'lib tartibga keltirilgan joylar. Sotuvchilar uchun rastalar qilib berilibdi tartib bilan. Bu pastda o'rindiqlar bor. Quyosh ham bo'y ko'rsatib boshladi. Hamma quyoshdi. Kutib bir ajoyib marosim bu ham. Sağlık uchun foydali tomonlari ham bor deyilgan, umid bilan chiqiladi. Shu quyosh chiqayotgan paytda bu yerdan foydali havo o'tadi degan tavsiya bor ekan olimlardan. Lekin quyoshni kutib olish bir marosimga aylanib qolgan. Quyosh ko'ringandan keyin odamlar sekin pastda Oqtosh sihatgohidan xonadonlarda amal etganlar qaytib boshlaydi. Bungacha mana shu yerda asosan echki suti, echki qatig'i, echki qurti iste'mol uchun qilinadi. Va yonda boshqa mahsulotlar, sigir suti mahsulotlari va ertalab nonushta uchun ham mahsulotlar sotiladi bu yerda. Yangilik sifatida oshxonalar ham ish boshlagan. Tez ovqatlanadigan nonushta uchun. Bu yoqda katta oshxona. Quyoshni kutib oldik, endi sekin pastga tushib bozorchani ham aylanamiz. Asallar bir xilmas. 1 kilosi 100 milliylari bor. Mana 1 kiloda 160, 180 nima 100 mingga berekan. Bizda 1 soat beramiz. Odam to'plangan joyda dorivorlar, giyohlar. Qov yog'i 50 ming so'm. Odam yog'ini to'g'ri. Burada ham qovdan tushib kelgan mahsulotlar bor. Ularni ham o'rganmoqchimiz, xudo xolasa. Shu asl birinchi qo'lni topsak, giyohlarni ham mahsulotlarimiz safiga qo'shamiz, xudo xolasa. Motiya sutlari. Mana bizning Murodjon, assalomu alaykum. Qalay kelyapsizmi? Boshlab oldingizmi? Savdolar yaxshimi? Rahmat. Barakasini bersin. Yillik xizmati. Yillik xizmatida. Sahardan yo'qotib qo'ydik sizni. Saharda yo'qotib qo'ydik sizni deyman. Qarab jo'nang mana yillik xizmatiga. Barakasini bersin. Ham echki qutlar-a? Protsena var. Sariyog'. 60 mingdan 120 ming. Ikkita sariyog' olishdi. Bu sariyog'lar ko'rganimiz. Qimmat bo'ladi. Etti. Assalomu alaykum. Ammo qorasiz chapga burilasiz.
Az yürüyenden ki 10 gün durursaydınız. Yo'q. Bodam sizden var mı? Bolamizdan bor. Keçkiniki. Echki suti, achchiq bodom, qora andiz, zanjabil, dolchin, asalxor qaynatilgan. O'sha yerda bitta bola Bozor bir aynaylik geçeriz. Tugab qolmaydimi? Bizga olib qo'yasiz. bize tushunmadik. Kecha kechqurun kelgan edik Murodjon oldiga. Tasvirlarimizni jo'natolmadik. Pastda aloqa yomon bo'lganligi uchun. Hozir bugun tashlab beramiz bakalım. Bu o'rik. Endi bu bozor. Qayerdan kelganligi aniq emas bo'ladi, o'rganish kerak bo'ladi. Toshkentdan kelgan bo'lishi ham mumkin. Bu bozor. Giyohlar. Malhamlar. Bu yerda qarasa teskarisi ekan. Teskariga ekan. Kiyim kechaklargacha mana. Qahvagacha bor. Sahardan quyosh kutish uchun kelib quyosh kutib turganlar. Ayollar bor joyda kiyim kechak ham bor. Rangi yo'qmi? Tutishamiz endi. Murodjondan. Sizlardan qiyincha endi Murodjon. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tirib olavering. Oqtoshdan qaytdik. Murodjon bilan savdo qanday bo'ldi endi? Bo'ladi, Allohga shukr, yomon emas. Non pulimiz bor, shukr. Mo'ljaldagiday bo'ldimi shu? Bo'ladi. Qolib ketmadimi? Mahsulotlar. Xudo xolasa yaxshi, yomon emas. Qaytdik. Oqtoshda ham qurilishlar bilan tabiatini o'zimizga o'xshatib olyapmiz lekin rosa qurilish bo'lib ketdi. Oxiri xayr bo'lsin. Damalchi yo'qmi nima bu? Sanatoriya qurishlar.
yerda yaylab qolmabdi. Yo'q, yaylov yana ketyapti. Bu narigi betni boqishyapti. Yoqqansiga o'tib chiqishimiz kerak. Endi yo'l uzoqroqda. O'rtada o'tadigan yo'l bormi? Ha, yarim yo'l bor. Qishloq ahlida xonadonlar ichida yo'l bor. Aşağıdan olib o'tib, ana narigi betlarda da boqilyapti. Shu betlarda. Qurilish qilib tashlayapmiz degan qurilish. Dunyo tajribasida odatda bunaqa tabiat shifoli tabiati bor joylarga juda ehtiyot bo'lib yondashiladida qurilishga. Bizdagilar ham inobatga olishsa kerak. Yomg'ir yog'adigan bo'lib turibdi lekin bugun ham. Ha, endi bizada tog'da shunaqa narsadir. Birdaniga kun aylanib, birdaniga kelib yog'ib ketadi birpas. Bu yerda ham tuyalar bor ekan. Quyoshdan tushib Murodjonning uyiga keldik. Echkilar dalaga chiqib ketib bo'lgan ekan, shuning uchun Murodjon ishlarini bitkazib olguncha ozgina o'tirib turdik. Bu yerda Murodjon mehmon qildi. Qarang, eng muhimi bizda dasturxonimizga qo'yilgan narsalarning aksariyati shu echki sutidan tayyorlangan tabiiy toza mahsulotlar edi. Onalar biz uchun qurtova tayyorlabdilar. Sariyog', ya'ni kuvi sariyog'i, kuvi sariyog'ini eritilgani, qaymoq. Bular bunday tabiiy toza mahsulotlar hamma joyda ham bo'lavermaydi. Shu xonadonni barakasi bular. Bizni eng xursand qilgan narsa ham shu bo'ldi. Choy ichib bo'lgandan keyin yana echki oylarning izidan dalaga chiqadigan bo'lib kelishib oldik. Dalada echki oylar bilan uchrashuvimiz va echkilarning uyga qaytishi, ularni sog'ilishi va sutlardan to qutgacha bo'lgan barcha mahsulotlar tayyorlash jarayonlari keyingi lahzalarimizda aks etadi inshaalloh.